Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bir hafta jarayonida radiomizda berilgan Uyg'urlarga doir bir qism muhim xabarlarimizni asıltib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Tövəndə diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Ma'lum bo'lishicha, Urumchi shahar hukumat 7 ayning 6 kuni aralash o'ltiraqlashganlarni mukofotlash va e'tibor berish siyosati chiqargan. Urumchi shahrining Tangritog', Saybog' va Buloqtog' rayonlik hukumat ishxonalaridan egallashimizcha, yaqinqi 2 haftadan buyon Koni shahar rayonidagi Uyg'ur aholilari Xitoy naposi ko'p bo'lgan Urumchidagi boshqa 4 rayonga tarqoqlashtirilmoqda ekan. Egallanishicha, Urumchining Yengishar rayoni, Yuqori taraqqiyot rayoni, Buloqtog' rayoni va Meydung rayoniga ko'chib berib, Xitoylar bilan aralash o'ltiraqlashishni iltimos qiluvchilarga 50 ming so'mdan 80 ming so'mgacha mukofot pul beriladi ekan. Yaqında Urumchi shaharlik motorliq qatnash vositalarini boshqarish idorasi maxsus uqtirish chiqarib, yangidan avtomobil setib olgan Uyg'ur va qozoqlarni tekshirish hamda tizimga ilish ishini boshlagan. Urumchidagi aloqador o'rinlar bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, buning rostligini dalilladi va bu xizmatning jiddiy ijro qilinayotganligini bildirdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshat Hasan apandi bu haqda inkos qaytirib, buning mushu oyda boshlangan Urumchi shahridagi Uyg'urlarning oil tavobatlarini aniqlash xizmatining davomiy bo'lishi mumkinligini ilgari surdi. Yaqında Uyg'ur Avtonom rayonlik ma'rif nazorati hujjat chiqarib, bu yil 9-oydan boshlab rayondagi barliq boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktablarda darslarning Xitoy tilida o'tilganligini uqtirgan edi. Egallanishicha, ba'zi noiyalar orqa-orqadan uqtirish chiqarib, Xitoy o'lkalaridan bevosita o'qituvchi taklif qilishni boshlagan. Yakan noyasidimi 15-iyul kuni e'lon chiqarib, butun mamlakat miqyosidan jami 3000 nafar o'qituvchi qabul qilganligini bildirgan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan yakandagi munosabatli tarmoqlar bu sonning Xitoylarni qabul qilish orqali tamomlanganligini oshkorladi. Xitoy hukumatining 2016-yildan buyon Uyg'ur avtonom rayonida elib berayotgan umumiy xalq salomatlik tekshirish harakati diqqat qo'zg'amoqda. Egallanishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur diyorida bu yil 6-oydan boshlab ikkinchi navbatlik salomatlik tekshirish qurilishini boshlagan bo'lib, buningga jami 1 milliard 785 million so'm mablag' ajratganligi ma'lum. Xotandan radio ziyoratini qabul qilgan kishilar bu qitimliq badan tekshirishining majburiy elib berilganligini, buni rad qilganlarning yipiq tarbiyalash markaziga avatilganligini oshkorladi. Aqto'ni oylik hukumat to'rining xabariga qaraganda bu yil 7-oyning 3-kuni Aqto'ni oyisining Pilal yeza Tazliq kentida bir maydon Suran cho'qonga to'lgan ommani ogohlantirish yig'ini ochilgan. Shu kuni boshqalarning chiqishtirishi bilan tutqun qilingan Denizat Abaydulla Yasin 2 yuzlamachilik bilan ayblanib sazoy qilingan. Aqto'ni oyisining Pilal yezliq soqchixonasidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan bir soqchi Denizat Abaydulla Yasinning shu kuni yipiq tarbiyalash markaziga ilib ketilganligini bildirdi. 2007-yil Shandong o'lkasidan Qag'iliqqa kelib şirkat açqan bir Xitoy sodiga radiomiz ziyoratini qabul qilib, Qag'iliqdagi haddidan ziyoda muqimlik tadbirlari sababli o'zining tijoratda ziyon tatganligidan shikoyat qildi. Uning bildirishicha, şirkatdagi xizmatchilarning 70% Uyg'ur bo'lg'achqa, yerlik soqchi doiralarining yo'qilang bahonalar bilan har vaqt tekshirishiga va avorgarchiligiga duch kelgan. U navbatda Qag'iliq bozorining kuzatish kameralari bilan to'lganligini, o'z şirkatida Uyg'ur xizmatchilarini davomli ishlatishga amalsiz qolganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.